Temur Sivas shahrining qo'lini ko'kka sovurdi. Bu Boyazidga yuborilgan dahshatli salom edi. Sulton buni eshitib, g'azab otiga mindi. Men uni o'z uyasida yakson qilaman deya hayqirdi u. Boyazid o'zining charchagan qo'shinini tog'lar orasiga boshladi. U Temurni o'sha yerda zaiflashgan holda topaman deb o'yladi. Ahmoqlik. Chunki Temur u yerda emas edi. Sohib Qur'on allaqachon aylanma yo'llar bilan Boyazidning orqasiga o'tib, uning o'z uyini egallab olgan edi. Mana Temurning dahosi qayerda yashiringan edi. Iyul jaziramasi Boyazidning minglab askarlari holdan toyib, chanqoqdan o'lar holatda Anqara dalasiga yetib keldi. Ularning yagona umidi Anqara daryosi edi, lekin ular daryoga yugurib kelishganda dahshatdan qotib qolishdi. Daryo o'zani quruq edi. Bir tomchi ham suv yo'q, chunki Temurning muhandislari daryo oqimini allaqachon burib, suvni o'z qarorgohiga yo'naltirib bo'lgan edi. Jang boshlanmasdanoq Boyazid mag'lub bo'lgan edi. Uning askarlari Temur bilan emas, o'lim bilan orishardi va nihoyat to'qnashuv boshlandi. Osmonni chang qopladi, lekin Temurning yengida so'nggi eng dahshatli qarta bor edi. Birdan chang ichidan tog'dek keladigan mahluqlar chiqib keldi. Hindistondan keltirilgan 32 ta ulkan jangovar fil. Usmonli otlari bunday vahshiylikni umrida ko'rmagan edi. Otlar qo'rquvdan orqaga qochib, o'z askarlarini bosib ketdi. Jang maydoni haqiqiy do'zaxga aylandi. Baqiriqlar, fil ovozlari va qilich zarbalari Boyazidning yengilmas armiyasi ko'z o'ngida erib ketadi.